Assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi darvozamni o'zimizda amakimizga o'rnatib berdik. Darvozamizda qisqacha ishlagan materiallarni obzor qilib beramiz. Stoykalarga 8 ga 6 lik profil qo'yganmiz. Tagi qismlari esa shivellar, qanot to'qima profillar 6 ga 4 biri 3 ligida bo'lgan, listlari ham biri 3 ligida bo'lgan. Darvozamizga chiroyli yarashib turish uchun qora nejavikalar bilan jihozlab berganmiz. Ko'rib turibsizlar, xudo xolasa chiroyli chiqdi. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab Dastavka, uстановка, razmer olish xizmatlari bepul bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Kvadrat metrini 630 ming so'mdan chiqarib beramiz darvozamiz. Bir qator ko'ringlar, kimga ishlarimiz ma'qul kelsa tavsiya qilamiz.